Mashinaning kalitini tantanali Asliddin akamizning oilariga topshiramiz. Muborak bo'lsin, bitta kartay bo'lsin. Mashina bilan tabriklayman bo'lsa. Mana mashina olib keldik Farg'onadamiz do'stlar. Xudo xolasa bu mashinalarni o'zim topshiraman deb u Dubaydan qilayotgan ishlarini xayrlisini bersin. Amin aka. Alloh ham o'zini muhabbatiga oshno qilib, ishlarimizda shunaqa bayramlar ko'p bo'lsin, hamma odam yutaversin. Allohim bolalarim o'ynasin, mana shunaqa chiroyli mashinalarda yutib olsin. Hammaga nasib qilsin. Men ham o'g'limga nasib qilib, yurim nasib qilsin ilohim. Aka, yaxshimisiz? Sartanasizmi? Qo'lingizdagi bor gapni bosib aytavering aka. Necha joy bo'lsa qirqamiz. Hammalar ham bo'lsin. Kichkina o'g'lim Rossiyadan kelayotganda yana o'ynaydi, olib kelsa, qo'llarni Shtarat qo'yaman. Keyin yana kattaroq mashina kelganda olib qo'yasiz. Mashinaning kalitini tantanali Asliddin akamizning oilariga topshiramiz. Muborak bo'lsin, bitta kartay bo'lsin. Mashina bilan tabriklaymiz. Bu birinchi kalit.